judayam ko'p so'ralgan kommentariyalarda minglab SMS-da keldi. O'zi ozgan odam bo'ldi, men dietologman Shunaqa. deydi. PR uchunmi? Yuragimni urgani qulog'imga eshitilardi. Juda kam miqdorda ishlab chiqariladi, lekin juda ham katta effektga ega. Uni reaksiyasi juda kuchli bo'ladi. Lekin shuncha kasallik bilan keto qilishadi, intervalka qilishadi. Haligi keto marafonlarni qilayotganlar hamcha ommaviy menyu berishadi. Keto menyu. Bu vashina noto'g'ri-da. O'rgatib qo'yaman-ku bunga. Ertaga o'zi ishlamaydi. Qalqonsimon bezam dangasa bo'lib qoladi degan ma'noda. Odam qo'rqib qolganda analiz topshirishga. Tugun bo'lsa bo'ldi. Keling garmon ichamiz deydi. Nimaga tuguningiz bor, garmon ichmayapsiz deydi. Vaholanki tugun har doim ham garmon uchun ko'rsatilma emas. Hammasi befoyda. Lekin 10 kilodan oshdi, bo'ldi, organizm kasal hisoblanadi. Eksperiment qilishga haqqingiz yo'q. Ko'pincha dietologlar bir-biri bilan chiqishmaydi, bir-biri bilan fikri bitta joydan chiqmaydi degan gap yuradi. Ming xil vitamin, mineral ishlari mumkin, lekin pitaniyaga e'tibor bermasalar, Oxiri baribir keladi. U dietologga boradi, endokrinologga boradi, lekin kech. Assalomu alaykum. Mani sevimli bo'lgan YouTube oilam. Yaxshimisizlar? Anchadan beri ko'rishmay, mana yangi yilga yaqin biza 3-bo'lgan podkastimizni sevimli ekspertimiz bilan yana o'tkazamiz. Juda ham ko'p so'ralgan kommentariyalarda minglab SMS-lar keldi. Iltimos podkastga Kamila opani chaqiring degan juda ham ko'p xabarlarni oldim va albatta sizlarning talabingizga ko'ra bugun yana bizani mehmonimiz 20 yildan oshiq tajribaga ega bo'lgan tibbiyot xodimi, endokrinolog va vrach dietolog Kamila opa bo'ladilar. Assalomu alaykum Kamila opa, xush kelibsiz. taklif uchun rahmat. Assalomu alaykum. Haqiqatan ancha kutilgan, so'ralgan podcast. Juda ham ko'pchilik kutdi va bizga vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun avvalambor rahmat kattakon sizga. Sizni juda ham ko'pchilik yaxshi ko'rar ekan. O'tgan safargi videoni ostini ko'rgan bo'lsangiz, savollar ham ko'payib ketdi. Yana aytishdiki, juda ham qisqa bo'lib qoldi podkast. Davomini olinglar va bizga ozish haqida ham ko'proq ma'lumotlar beringlar deb savollar yozib Men qoldirishgan. xursand bo'ldim. Bizani mana bu duetimizni ommaga yoqdi. Chunki haqiqatan bizani sohada bo'lgan savollar juda ham ko'p. Ayniqsa ayol kishilarga, mana shu uy bekalariga, onalarga Juda ham to'g'ri. bu qo'l keladi-da, mana shu bizani. Va yana bitta narsasini aytsam, bizda O'zbekistonda ko'pincha dietologlar bir-biri bilan chiqishmaydi, bir-biri bilan fikri bitta joydan chiqmaydi degan gap yuradi. Lekin bitta narsani aytib o'taman, har doim inson man eng zo'riman deyish kerak emas. Men to'g'risi tajribali insonlarni hurmat qilaman va albatta Kamila opa necha yillik, men endi 4 yil bo'lgan bo'lsa bu sohaga kirib kelganimga Kamila opada уже tajriba juda ham katta va menga bitta taraflari juda ham yoqadi. Reklamalarga muhtoj bo'lmagan, PR-larga, shoularga muhtoj bo'lmagan mutaxassislar. Shu tarafingizni juda ham hurmat qilaman Kamila opa, chunki hozir ahamiyat bersak Instagram va YouTube'da даже vrach bo'lmagan insonlar Instagramga vrachman deb yozib qo'yishyapti-da. Afsus. Ha, ularni hech kim tekshirmagandan keyin endi hozir o'zi ozgan odam bo'ldi, men dietologman deydi. PR uchunmi, like'lar uchunmi, keyinchalik ular o'sha orqali reklama olish uchunmi, tanish uchun, afsuski ular shunaqa. Vrachman deyish uchun necha yillab umr ketadi-da. Siz aytsangiz bo'ladi, men vrachman desangiz bo'ladi, to'g'risi. Lekin men ko'p ko'rdim, kuzatdim, vrachman deb qo'yishdi, qanaqadir tekshiruvlardan keyin o'sha narsa ham olib tashaldi. Vrach so'zi olib tashaldi-da, nutritsiolog o'zi qoldirildi. Lekin ungacha qancha insonlar aziyat chekdi, chunki bilasiz, bitta sizga klient kelsa, o'sha narsa, o'sha odam menga ham kelishi mumkin-da, keladi, aytadi. Yaqinda bitta mijozim aytib qoldilar, Eutrox icharkanlar-da. Kamila opa, savollar ham boshlanib ketdi. Eutrox ichardim. Eutrox 50 ichib yurardim, endokrinologim yozgan edi. Shu Instagramdagi mashhur endokrinolog dietologga bordim. O'zlarini badlari menga taklif qildilar va Eutrox ichmay to'xtating dedilar. Eutrox to'xtatganimdan keyin qo'lim qaltirashni boshladi deyaptilar. Yuragimni urgani qulog'imga eshitilardi dedilar-da. Nima endokrinolog emasman, bu narsaga to'liq javob bera olmayman. Shuning uchun sizdan so'rayman. Shu Eutrox to'xtatganimdan keyin semirib ketdim, pitaniya ta'sir qilmayapti deyaptilar. Garmon shunaqa narsa-da, uni o'zidan o'zi boshlab, o'zidan o'zi to'xtatib bo'lmaydi. Hozir ba'zi bir bloger qizlar bor, ular o'sha o'zidan o'tkazadi. Ularga o'sha garmon tushgani uchun mana garmon ichdim, ozdim deyishadi-da, keyinchalik boshqalar ham shuni tavsiya qilishadi. Garmon o'zingiz bilasiz,
juda kam miqdorda ishlab chiqariladi, lekin juda ham katta effektga ega. Uni reaksiyasi juda kuchli bo'ladi. Xuddiki men uni oshxonada ovqat qilayotganingizda tuzga o'xshataman-da. O'sha tuzni ozgina solishingiz kerak-da. Ko'paytirib yuborsangiz ham sho'r bo'lib ketadi, ovqat yeya olmaysiz. Kami bo'lsangiz ham bemaza bo'ladi. Garmonda ham xuddi shunaqa. Siz birdaniga tuzsiz ovqat yeya olmaysiz yoki birdaniga sho'r ovqatga o'ta olmaysiz. Garmonda ham xuddi shunaqa. Birinchidan bizda yana bitta siz oddiy insonni aytyapsiz, lekin hattoki bizda vrachlar ham shunaqa. Tugun bo'lsa bo'ldi. Keling garmon ichamiz deydi. Nimaga tuguningiz bor, garmon ichmayapsiz deydi. Vaholanki tugun har doim ham garmon uchun ko'rsatma emas. Bizda shunaqa qalqonsimon bez garmonlarini nazorat qiladigan TTG garmoni bor-da. Ana shu TTGni hech bo'lmasa mana bitta shu TTGni topshirishsa, mayli kerak emas. Uchta to'rtinchi bu agar masalan mablag' bo'lmasa-da. TTGni topshirsa bilinadi, referensga qarashadi, eng kam, eng ko'piga bo'ldi. Yaxshi normada bo'lsa kerak emas. Shifokorga ham masalan bormadilar, qaradilar, lekin o'ziga ziyon qilib qo'ymaydi-da shunda. Shuning uchun garmonni ham birdaniga to'xtatib bo'lmaydi. Garmon to'xtatganlaridan keyin albatta bilasiz, qalqonsimon bez garmonlari butun boshli hamma organlarni nazorat qilib beradi. Shunaqa. Soch tolasidan tortib yurak ham kiradi, ichiga kerak bo'lsa o'sha jinsiy jinsiy a'zolar ham qiladi, chunki hayzga ta'sir qiladigan, erkaklarni o'sha urug'larini yetilib chiqishiga ta'sir qiladigan ham qalqonsimon bezda. Shuning uchun u maskada yuradi. Qanaqadir kasallik, masalan, bepushtlikni davolab yurishadi, tiyida shu qalqonsimon bez turadi. Yoki masalan, qon bosimini yoki yurak xastaliklarini davolab yurishadi, tiyida negizida anaqa bo'ladi, sababi qalqonsimon bez bo'ladi. Shuning uchun ularda yuragi o'ynab ketganda, chunki birdaniga to'xtatib qo'yganlar. U garmonni-chi xuddi organizm olganda biz dori sifatida berganda, xuddi biz misol ayol kishi uyda o'tiradi. Eri har kuni pul bersa, uni ishlashga ehtiyoji bo'ladi? Bo'lmaydi. Shuning uchun o'rganib qoladi. Bir kun o'sha eri pul bermasa, bo'ldi. Qani, shuncha xarajatlar bor, pul yo'q deydi. Lekin ishlashga u o'rganmagan. Garmonda ham shunaqa. Shuning uchun har doim garmonni o'ylab berish kerak. To'ppa-to'g'ri. O'rgatib qo'yaman-ku bunga. Ertaga o'zi ishlamaydi, qalqonsimon bez ham dangasa bo'lib qoladi degan ma'noda. Lekin hozir ko'pchilik endokrinologga boring desa, endokrinolog o'zi qattiq ko'radi deydiganlar bor. Bor, lekin men ko'pincha aytaman, semirib ketyapsizmi, endokrinologga boring. Bo'yingizda bo'lmayaptimi, endokrinologga borasiz. Hamma kasallikda baribir tegida, ilsizda endokrinologga borish kerak. Va siz qanaqa tavsiya berasiz bolalarda va o'smir yoshdagilarda bir yilda necha marta endokrinolog ko'rigiga Bir kerak? marta yetadi. To'g'risi men yana bitta narsani aytmoqchiman. O'zi intervyuga kelmoqchi bo'lganimda podkastga bo'ldi. Bu hammasini ochuchasi gapiraman. Ana hamkasblarim xafa bo'lsa bo'lsin deyman. Bilasizmi, shunaqa bor, biznes qilib yuborishgan. Odam qo'rqib qolganda analiz topshirishga. Misol ba'zi tahlillar bor, 1 yilda bir marta, masalan, UZI ham 1 yilda bir marta qilish mumkin. Mayli endi o'zgarish chiqsa, qanaqadir ma'lum bir davo olayotgan bo'lsangiz, 3 oyda bitta, 6 oyda bitta qilishingiz mumkin. Bizda qanaqa? 2 oy oldin topshirgan, palon pulga 2,5-3 millionga topshirgan, 2 oy o'tyapti, effekt sezmadi-da, boshqa vrachga yoki boshqa mutaxassisga boryapti. Yo'q deydi, menga bo'lmaydi deydi. Boshqatdan hammasini topshiring deydi. Noto'g'ri narsa-da. Agar o'sha odamni umuman olganda, bu bola bo'ladimi, o'smir bo'ladimi, katta yoshli odam bo'ladimi, hech nima bezovta qilmasa, o'qishlari yaxshi bo'lsa, uyqusi yaxshi bo'lsa, 1 yilda bir marta yetib ortadi. Oilaviy poliklinikaga chiqadi, oddiy tahlillarni topshiradi, hammasi bepul. Ba'zi bir oilaviy poliklinikada UZI ham bepul bo'ladi, ba'zilarida pulli ekan. Bo'lishidan o'tadi. Ana o'sha narsani o'tgandan keyin o'sha yerda oilaviy poliklinikadagi shifokor o'zi aytadi, "Voy, mana bitta tugunizda bor ekan, yoki mana bitta qoningiz kam chiqdi, yoki mana bitta misol deylik, yuragingizda o'zgarish bor" degandan keyin tor sohadagi mutaxassisga yo'nalish beradi. Bizanikilar mensimaydi. Ko'pchilik chunki haqiqatdan shunaqa vrachlar bor, endi reputatsiyaga nima deydi, o'sha nomiga dog' tushib qo'ygan, lekin hamma vrachlar unaqa emas. Chunki hech bo'lmasa oilaviy poliklinikadan 1 yilda bir marta tekshirishdan o'tib turish kerak. Lekin defitsitlarga kelganda, misol uchun 2 oy ichyapti, to'ldirishga 2 oy ichida sraz o'zgarish bo'lishi mumkin. Bir xillar ko'p ahamiyat berdimda, bitta ayol 6 oy harakat qilganlarda ferritin ko'tarishgada shunaqa
ko'tarilib уже boshda og'riq berib vaspaleniya jarayoni boshlanib ketgan organizmda tinmasdan ichib keladi temirni ko'taraman deb. U shunaqa holatlarda misol uchun nimadirga yo'naltirib deylik ferritinni ko'tarish uchun ichyaptimi, значит 3 oydan keyin aytib o'tish kerak, manimcha повторный bitta ko'rsatib olish kerak. Bo'lmasam boyidagi hali oshib ketadi, vaspaleniya jarayoni bo'ladi. Yana shunaqa holatlar bor, qondagi qon miqdori birdan tushib ketadi, titrab qolishadi. Voy, titrab qoldim, mazam bo'lmadi. Unaqa paytlar aytaman. Nahotki poliklinikada sizlardan pul olishadi. Ertalab turing, og'zingizni chayqamay chiqib shundoq analiz topshiring, tekin-ku deyman. Bepulga bemalol. Bepul. Keyin mana siz aytdingiz o'sha ferritin masalasida temir xohlasa xohlamasa ichaveradi. Mana temirni ham bu yot narsa-da. Organizm uchun yot bo'ladi. Ortiqcha bo'lib qolsa jigarda yig'iladi, boshqa organlarda yig'iladi. Endi kamqonlikni ham har xil bor. Qayerdadir temir yetishmaydi, qayerdadir oshqozonda muammo bo'ladi, qayerdadir B12, B9 vitaminlari yetishmaydi. Shuncha bir xil patsientlar qaytanga jahl qilishadi. Voy, shuncha tahlil topshiramanmi deydi. Endi bu biz uchun emas-ku, bu ular uchun. O'shanga qarab, biz keyin sizga temir kerak, yo sizga temir kerak emas, B12 kerak deymiz-da. Ba'zida ferritin baland bo'lib ketadi-da, "Vo, meni qonim zo'r ekan" deydi. Lekin ferritin u yallig'lanish bo'lgani uchun baland bo'ladi. Qalqonsimon bezida muammosi borlarni ham ko'pincha ferritin o'sha vaspaleniyasi bor-da, baland bo'lib ketadi. Yana bitta narsani aytmoqchiman, bir xil yillab ichishadi-da. So'rilmayapti. Men aytaman, oshqozonda muammo bo'lishi mumkin. Oqsili yaxshi so'rilmayapti demak, mana bunaqa muammo bo'lyapti. U bitta yo'naltirib olishadi-da, 1 yil ichida natija bo'lmadi. Noto'g'ri ayollarimizni mana shu YouTube'da ko'rishadi-da, bitta joyini ushlab olishadi-da, oxirigacha o'shani tushuntirib qo'yaylik demoqchiman. Qaysidir yo'nalishda ichyapsizlar, vitamin, minerallar so'rilishi uchun ham oshqozonda o't qopda yaxshi sog'lom muhit bo'lishi kerak. Hammaga ichyapti bir xil. So'rilmayapti, ta'sir qilmayapti deydi, o't qopida muammosi bor. Men to'g'risini aytaman, o't qopida muammosi borlarga o'zi yog'da so'riladigan vitaminlarni ham tavsiya qilmayman. Chunki so'rilmaydi, bekorga ichasiz, so'rilmaydi deyman. Vitamin D tanlayotganda ham albatta shu o't qopini faoliyatiga qarab turib tanlab berish bu nutritsiolog vazifasida o'zi. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda hozir Instagramga, YouTube'ga kirsangiz hammani rus blogerlardan olishadi-da, perevod qilishadi-da, o'shanaqa mana ko'rsatishadi o'zbekcha, bizda o'zbeklar hammasi boradi, sotib oladi, ichadi, so'rilmaydi. Bu marketing. Bitta narsaga e'tibor beramiz. Bemorlarga ham, o'sha bizning kuzatuvchilarga ham aytishimiz kerak. Ming xil vitamin, mineral ichishlari mumkin, lekin pitaniyaga e'tibor bermasalar, o'sha ovqatlari balanslangan vaqtida bo'lmasa, hammasi befoyda. So'rilmaydi o'sha ichayotgan narsalari ham, yeyotgan narsalari ham so'rilmaydi. Shuning uchun faqat dorini olib, u dori bilan yashash bo'lmaydi. Pitaniya bilan moslash kerak. Ichilayotgan vitamin, minerallarni so'rilishi uchun ichak faoliyati yaxshi bo'lishi kerak-da. 100%. Ichak ikkinchi miya deyman-da men. Ichagi yaxshi bo'lmasa, bu 1 millionga vitamin olasizlarmi, 2 millionga so'rilmaydi. Men shu fursatdan foydalanib, juda ham ko'p hozir YouTube'dagi kuzatuvchilarimizga aytmoqchiman. Hamma narsani ko'rsanglar, ishonib ketmanglar, iltimos filtr qilishni o'rganinglar. Filtr qilish kerak-da. Men hozir o'zim ko'raman, siz ham menimcha ko'rasiz. Hamma kim ozsa, o'sha dietolog. To'g'ri, men ham semiz bo'lganman. Men ham ozganman. Bular ham bir paytlar ortiqcha vazirlari bo'lgan, ozganlar misol uchun. Aytib bergansiz, men ham keyin qiziqib qolganman dietologiyaga. Bu ozib dietolog bo'lish tegida mehnati bo'ladi, o'qish kerak, izlanish kerak misol uchun-da, lekin men ko'ryapman, Kamila, bu 30 mingdan kursda bir oyga. Gruppaga kirsangiz 2000 ta odam bo'ladi. Bitta klientim tashlab beryaptilar menga. Hammaga yoppasiga 10 kunlik menyu berilgan. Ertalab bitta tuxum kofe, obedda bitta tuxum kofe, kechqurungi bitta tuxum kofe. Endi qarang, hamma o'shani qilyapti. Lekin bizga chiqib foydali maslahat bersak, odamlar qilmaydi. Ularga qiyin tuyuladi, bilasizmi? Negativ yozadi. Bu yerda mana bunaqa narsada biz bozorga borganda baribir ham narsani tanlab olamiz. Nimaga internet ham xuddi bir bozor singari-da? Nima etdan tanlamaymiz? Bu bizning sog'lig'imizga tegishli narsa-ku. Endi ana o'sha ularni dietolog ham deb bo'lmaydi, nutritsiolog ham deb bo'lmaydi. Masalan, 2-3tasini ko'rganman. Oddiy bloger o'zi ozib, uni xudo biladi, qanaqa ozishgan, ukolda ozishganmi, operatsiyada ozishganmi, mana liposaksiya qilishganmi, noma'lum-da. Lekin o'sha auditoriya like'li uchun, yo pul qilish uchunmi, bilmayman, o'sha o'zini tavsiyalarini beradi. Afsuski, bu tavsiya hammaga ham to'g'ri kelmaydi. Ana o'sha tavsiyadan keyin, ana o'sha kofeni ichib, o'sha tuxumni yeb, allergiya bo'lib, anafilaktik shok bo'lib
bo'lib, yuragi mazasi bo'lmasdan reanimatsiyaga tushib qolganlar qancha. Afsuski ular reanimatsiyadan turib hozir g'alaba qila olmaydi. Tuzalib ketgandan keyin Xudoga shukr tuzaldimi, bo'ldi. Bular bilan ishim bo'lmasin deb aytadi. Oxirigacha boradigan yo'q odam. Afsuski ularni hech kim tekshirmaydi. Lekin ana o'sha necha kun yeyish mumkin shu tuxumni va kofeni necha kun ichish mumkin? 10 kunga agar chidasada. Hop, masalan, Kovalkov. Mana birinchi eng yaxshi ko'rgan domlalarimdan Kovalkov aytardi. Hop derdi. O'tirasan shu tuxumli dietada necha kun o'tira olasan derdi. Masalan, men bir kundan ko'p o'tira olmayman. Как раз разгрузка qilish mumkin. Lekin 10 kun o'tirdingiz, qancha ham ketadi? Eng ko'p mana deganda 500 gramm yo 1000 gramm ketadi. Ya'ni 1 kiloda. Agar ortiqcha 5 kiloyingiz, 10 kiloyingiz bo'lsa, organizm bilan xohlagan narsangizni qilishingiz mumkin. Lekin 10 kilodan oshdimi, bo'ldi, organizm kasal hisoblanadi. Eksperiment qilishga haqqingiz yo'q. Bizning ayollarda vazn qancha bo'ladi? 20, 30, 40 kilo bo'ladi. Hop, necha kun yemoqchisiz shu tuxum bilan, necha kun kofe ichmoqchisiz. Oshqozoningizcha, ichagingizcha, ertaga tosh bo'lishi, ertaga o'smalarni o'sib ketishi, hammasi shundan kelib chiqadi. Endi bu o'sha o'zini ratsionida shunaqa mahsulotlarni yeb yurish miya uchun stress. Miya hammani, biz chiroyli manzara yaxshi ko'ramiz-ku, biz qorong'u xonada yashamaymiz-ku. Ovqatda ham chiroyli manzara xohlaydi-da. Faqat tuxum, faqat kofe bo'lsa, ertaga eri ham qochib ketadi. Ichiga kerakli o'sha kletchatka olmagandan keyin, vitamin mineralni olmagandan keyin ichida chirish boshlaydi. Chirigandan keyin hid chiqadi. Keyin o'zi shundoq ham ko'rinishiga urishadigan xo'jayini keyin aytadi, xotin nima hid kelyapti sandan deb boshlaydi-da. Endi aytmoqchimanki, bu noto'g'ri, umuman noto'g'ri yo'nalish. Qachondir ham bularga tekshirish chiqsa yaxshi bo'ladi. Mana ukollarni aytamiz. Hozir ukollar juda ham, ayniqsa kosmetologlar, nutritsiologlarning ko'plarini bilmayman, chunki ular asosan ovqatlanish va batlar bilan qilishadi. Mana kosmetologlar o'sha chiroy bilan bog'liq, hattoki plastik xirurglar mana shuni qilishyapti. Erkak kishilar operatsiya qiladigan, ya'ni ular liposaksiya yoki masalan ortiqcha terisini olib tashlash kerak-ku. O'sha liposaksiyani ham ortiqcha terini olib tashlash uchun odam bemor ma'lum bir bo'yda va vaznda bo'lish kerak. Endi to'la bo'lsa ololmaydi, lekin pul kerak. Ular o'sha ukollarni qilishadi, ozdirib oladi, keyin keyingi hayoti umuman ishi yo'q. O'tda mana bitta bemorim bor, ular qildirdilar, 120 gemoglobin bilan kiryaptilar. Men aytdim, hali sizga vohli qilmang, iltimos etsam, yo'q, baribir ham qildirdilar. 80 gemoglobin bilan chiqdilar. Chunki liposaksiyada o'sha yog'ni oladi-ku, temir bilan shuni qirib oladi shuni. Qon bilan ketadi-ku narsa, qon yo'qotadi odam. Qancha to'la bo'lsa, shuncha hajm ko'p bo'ladi, shuncha ko'p yo'qotadi masalan-da. Nechta ayol keldi. Hattoki Amerikadan shunaqa ayollar kelishdi, bizani kuzatib, ko'rikka kelishdi, bariatriya qilishgan, oshqozonini olib tashlashgan. Nimaga? Chunki eriga chiroyli ko'rinmoqchi, lekin u ham sog'lom bermadi, sog'liq bermadi. 3 yildan keyin yana semirishni boshladi. Endi ukol qilsam maylimi? Qatga o'zi oshqozoningiz muncha bo'lsa, tosh hosil bo'layotgan bo'lsa, bu ukollarni rosa asorati ko'p. Eng ko'p birinchi asoratida ichakni holatini buzadi. Chunki peristaltika, ya'ni ichak bizda xuddi ilonga o'xshab qimillab turish kerak. U qotiradi shuni. Xuddi paraliz bo'lib qoladi-da. Keyin qotirgandan keyin ovqatingiz yaxshi hazm bo'lmaydi, sekin hazm bo'ladi, ishtaha bo'g'iladi. Ba'zi bir ukollar miyaga ta'sir qiladi. U odam tushkunlikka tushib qoladi. Hattoki o'zini o'ldirishga olib borgan shunaqa holatlar bo'lgan. Oldin shunaqa dori bo'lgan. Otini esimda yo'q hozir. Ishtaha bo'g'ardi. O'sha dorini zapret qilib qo'yishgan, umuman kirmaydi hozir. Sibutramil tarkibi. Xitoy dorisini ichida bor. Fatzorb anaqa qilishdi-ku, zapret qilishdi. Ketokofilada bor edi. Chunki ichida katta dozada bo'ladi. Biz uni ichib yoramiz. Ozish uchun nimagadir ochlik qilish kerak deb o'ylashadi bizani sodda ayollarimiz. Uni qilmasdi, yeyish kerak, prosta to'g'ri yeyish kerak. Xullas, ukollar asorati birinchisi ichakga ta'sir qiladi. Ichakni ichidagi hamma yaxshi jarayonlarni buzadi. Fermentlarga ta'sir qiladi. Ichidagi ovqatingiz yaxshi hazm bo'lmaydi, yo ichingiz suradigan, yo ichingiz qotadigan bo'lib qoladi. Keyinchalik asoratlaridan bu tosh hosil bo'ladi o't tufayda tosh hosil bo'ladi. Juda ham tez, bir oyga qolmay hosil bo'lishi mumkin. Ruhiyatga ta'sir qiladi bu narsa. Hop, o'sha olayotgan paytda ozib oldingiz. 2 oymi, 3 oymi ozib oldingiz, hop. Ancha buncha pulingiz ketdi. To'xtatdingiz, keyinchi. Ovqatni o'rganmadingiz,
2 barobar ishtaha ochilib ketishi-chi. To'g'ri, 100% bor. U ukollarni ham o'zini qoidasi bor. Qanaqa dozadan boshlash kerak, qanaqa dozadan chiqish kerak, To'g'ri. qancha vaqt davom etadi. Ana xoladim hozir oldim, xoladim olmadim. Kosmetologlar nima qiladi? U qimmat dori. Masalan, o'rtacha $400 deylik. Ular aytadi: "Men sizga bitta dozasini qilib beraman, $200 ga qilib beraman." Arzon ekan deyishadi-da, borib o'sha $200 ga bitta qildiradi. Xo'p, u bir hafta 10 kunga yetsin deylik. Keyin orttiradimi shu pulni? O'shada. Organizmga уже yot modda chiqaradi. U oqsil, belok. U oqsil hamilada har xil allergiya chaqirishi mumkin. Uxlab yotgan onkologik hujayralarni chaqirishi mumkin. Mana shunaqa bor bemorim, ularda anaqa bo'lgan, qalqonsimon bezda tugun bo'lgan. Bu narsa isbotlanmagan, ya'ni shunaqa tugundan onkologiya, rak kelib chiqishi faqat sichqonlarda isbotlangan, odamlarda isbotlanmagan. Nimaga? Chunki odamlarda hali vaqt o'tmadi. 10 yil, 20 yil o'tsin, keyin ko'ramiz. Endi chiqdi. Yaqinda, nisbatan yaqin. Xullas, u o'lik qilgan. U paytda hattoki Toshkentda ham Ozempik yo'q edi-da. Ular qayerdan zagranitsiyadan olib kelib qilishgan, zo'r ozgan, haqiqatan zo'r ozgan. Keyin u bemorim kelgan, Kamila opa deydi, menda muammo bo'lib qoldi. Tugun shunaqa katta bo'lib ketgan. Endi bu bilmaymiz nimadan. Ukol sabab bo'ldimi, boshqami, nom bordi. O'sha butunlay anaqasini qalqonsimon bezini olib tashlash kerak bo'ldi. Olib tashladi. Ya'ni bu bekorga o'sha совпадение emas-da. O'zbekchada qanaqa bo'ladi совпадение? O'zidan o'zi bo'lib qolmagan narsa-da. Yaqinda bitta bemorim keldi. Rahmat, siz bilan shunaqa zo'r ozdim, lekin muammo bo'lib qoldi, yuzimda ugri chiqyapti aytdi. Bo'ldi dedim, ugri bo'lsa, agar pitaniyalaringiz yaxshi bo'layotgan bo'lsa, bitta dermatolog bilan gaplashing dedim. Dermatologga boryaptilar. Dermatolog lecheniya yozyapti, keyin kechqurun menga sekin yozib qo'yaptilar. O'sha ugri chiqayotgan odam. Men sizga aytmadim, men tezroq ozaman deb Ozempik oluvdim-da deydi. Ya'ni o'sha ozdiradigan ukol oluvdim-da deydi. Ya'ni biz qoniqmaymiz-da. Voy, nimaga men sekin ozyapman, nimaga anaqa tez ozyapti deb biz shoshib ketamiz qattiq. Unaqasi bo'lmaydi-da. Ya'ni aytmoqchimanki, o'sha ukollarni ham farqi yo'q, amerikanskiy bo'ladimi, kitayskiy bo'ladimi, mutaxassis qilmasa bo'la hisob emas. Sog'lig'ingiz bilan o'sha $200-300 deb keyinchalik 3000 5000lik keyin lecheniyaga ehtiyojingiz bo'ladi-da. Bu narsani menimcha blogerlar targ'ib qilayotgani ham noto'g'ri deb o'ylayman. Ukollarni. Chunki blogerlar ko'pchiligi ta'sir o'tkazishadi-da. Men oldim, ozdim, sizlar ham olinglar. Men bitta umuman bu noto'g'ri deb o'ylayman. Endi men aytsam, to'g'risini aytaman, noto'g'ri, xayolga borishadi. Yaqinda bittasi yozdi. Sizlarga ish qolmadimi endi? Dietologlarga, endokrinologlarga ish qolmadimi deb. Bizga, Xudoga shukr, Alloh hammaning rizqini beradi-ku baribir. Ular ukol chiqadimi, boshqa narsa chiqadimi, bizda har doim klient bo'lgan, gap unda emas. Prosta o'sha klientlar kasal bo'lib kelishyapti. Oxiri baribir keladi. U dietologga boradi, endokrinologga boradi, lekin kech. Chunki doimiy ololmaydi u narsani. Ololmaydi doimiy. Yo mablag'i xalaqit qiladi yoki asorati bo'ladi. Men o'sha bemorlarni o'ylab aytaymanki, ukoldan keyin ozish boshqacha bo'ladi. Ya'ni sekin bo'ladi, asoratlarni davolash bilan kechadi. Metabolizm vashshi bo'lsa kerak deb o'ylayman hozir ukoldan keyin. Juda. Chunki aytaman, bu yerda ishtaham bo'g'ildi-yu, mazza qilolmay, mazza ozyapman deydi, lekin bu metabolizmni o'ldiradi. Metabolizm qancha yedim, qancha ishladim, qancha yedim, ishladim. Ya'ni u bir-birida balansda bo'lish kerak. Mana shu narsani buzadi. Gormonal tizimga 100% ta'sir qiladi. Oshqozon ichakka 100% ta'sir qiladi. Chunki birdaniga vazn ketib qolganda organizm stressga tushadi-da. Bizda yog' qavati bu gormonal hisoblanadi. U ham bizga estrogen beradi. Ayniqsa hozir klimaksga tayyorlanayotgan ayollar, hozir klimaks yosharib ketyapti. Ya'ni oldin biz 45-50 yoshdan keyin klimaks kutsak, hozir 35 yoshda ham klimaks bo'lyapti. 40 yoshda ham klimaks bo'ladi. Klimaks bo'lganda organizmda bizani ayollik gormoni estrogen birdaniga kamayib ketadi. Organizm qanaqa mukammal tuzilganmiz-da, organizm aytadiki, yo bu ayollar men sochlarini, terisini, chiroyini saqlab qolishim kerak deydi. Qattan estrogen olsamikin deydi. Keyin o'ylaydi, estrogen hozir yog' qavatidan hosil bo'ladi deydi, yog' qavati beradi. Shuning uchun 35 yoshdan keyin, 40 yoshdan keyin ozgina semirish bu tabiiy. Biz nima qilamiz? Voy, semirib ketaman deb ukollarni qilamiz. Hali anu tuxum bilan kofe diyeta eksperimentlar qilamiz deb bechora organizm o'zi stressda. Qaryapman degan stressda-da, yana biz uni qiynagandan keyin
baqitib yo klimaksda tezlashadi, yo sochiga oq tushib ketadi, yo qanaqadir onkologik o'smalar uyg'onib ketadi, chunki hamma stress ularni uyg'otadi, yoki qandli diabet boshlanadi, yoki yurak muammolari boshlanadi. Shuning uchun organizmga rus tilida aytadi, "Na будьте любезны", siz deb murojaat qilish kerak-da. To'g'ri. Judayam to'g'ri gapirdingiz. Fikrlaringiz hammasi to'g'ri. Qo'shilaman, chunki уже hamma narsani aytib bo'ldingiz. Endi menga ham kelishgandachi hamma dietani qilib ko'rishadi-da, unisini, bunisini, organizm tabdala bo'lib ketgan, metabolizm uxlagan, o'zi metabolizm past, yana bir mahal ovqatlanadiganlar bor-da. O'zi metabolizm past, qalqonsimon bezingiz yaxshi emas, nimaga yana bir mahal yeyapsiz? Intervalkada yurishadi-da. Oldida to'g'risini aytadigan bo'lsam, interval ochlikni mayli qilsin, lekin oldin hech bo'lmasa bir marta qalqonsimon bez faoliyatini tekshirtirish kerak. Agar qalqonsimon bezi yaxshi bo'lib, metabolizm yaxshi bo'lib tursa, menimcha o't qopida muammosi bo'lmasa qilaversin deyman. Lekin shuncha kasallik bilan keto qilishadi, intervalka qilishadi. Haligi keto marafonlarni qilayotganlar hamchi ommaviy menyu berishadi, keto menyu. Bu вообще noto'g'ri-da. O'zi keto qayerdan kelib chiqqan? Keto 100 yildan oshib ketdi Amerikada. Bemorlarni, bolalarni, o'sha yosh bolalarni tutqanoqdan davolash uchun chiqqan bu narsa. Ya'ni o'sha aytib turibdiki, ko'p qand yesak bu ziyon, nafaqat ortiqcha vaznga olib keladi. Ya'ni miya faoliyatiga ham ziyon bor degan ma'noda ular qandlarni kamaytirishgan. O'sha bolalarni ketoga o'tkazishganda qarashsaki, u keto dietada ham vazni ham ketyapti, deyishgan, zo'r deyishgan. Lekin o'sha bolalar ham vaqtincha o'tirishgan shu dietada. Chida olmagan, chunki bu juda ham katta anaqa nima deydi, asab tizimi uchun zo'riqish hisoblanadi-da. Keyin dorilar chiqqandan keyin o'sha tutqanoqni davolaydigan dorilar chiqqandan keyin o'sha ular kamayishgan. Lekin odamlar uni anaqa qilganmi, esida qolganmi, ozdiradi deb. Hop qiling. 1 oy qiling, 2 oy qiling, masalan, to'yga ozmoqchisiz, boshqasiga, lekin butun umrga emas-da. To'g'ri. Chunki mana roza ham deymiz, misol sunnatga muvofiq ovqatlanish deymiz, lekin buni ham o'zini vaqti bor. To'g'ri. Rozani o'zini vaqti bor. Keyin mana juda ham tutkingiz kelyapti. 1 haftada 2 marta qiling. Sog'lom organizm xohlaganingizni qilishingiz mumkin. Уже kasal bo'lgandan keyin o'sha organizmni ehtiyojlariga qarashga majbursiz. Shuning uchun faqat bitta narsaga yopishib olish kerak emas, individual podxod bo'lish kerak-da. Men o'ylaymanki, o'sha katta marafonlar qilayotgan odamlar faqat biznes o'ylashadi. Ular faqat shu pul olishni o'ylashadi, haligi patsientni sog'lig'ini o'ylamaydi. Chunki ketani o'zidan men sizga aytaman, birinchi asorati bu tosh hosil bo'ladi. Ikkinchi asorati soch to'kiladi. Uchinchi asorati hid bo'lishi, boshqa u boshida namoyon bo'ladi. U odamlar ba'zida gaplasha olmaysiz hamda, chunki oldida tura olmaysiz shunaqa narsada. Keyin ularda bu isbotlangan. Men bu prosta o'zim tajribamdan aytmayman. Amerikada, Yaponiyada juda ko'p izlanishlar o'tkazilgan, ularda ruhiyatga ta'sir qilar ekan. Agar qanaqadir genida shizofreniyaga moyillik bo'lsa, ya'ni o'sha aql zaif bo'lishiga, qanaqadir ruhan muammolarga, bo'ldi, mana shu keto dieta uyg'otib yuborar ekan ularni-da. Shunaqa izlanish o'tkazildi, 10 yildan ortiq o'tkazildi. Intervalli golodaniyada yurgan odam, ya'ni kuniga 1-2 mahal yurgan odamlarda 91% ga yurak qon xastaliklari oshib ketadi. То есть bu faqat gap emas. Ya'ni bu yana aytmoqchimanki, odam o'zini sog'lig'iga qarash kerak. Yana bir marta aytaman, sog'lom odam bo'lsa, xohlagan narsasini qilishi mumkin. To'g'ri. Ortiqcha 5 kilo, 10 kilosi bo'lsa, xohlagan narsasini qilishi mumkin. Lekin 10 kilodan ortiq bormi vazn? Bo'ldi, siz organizmni tekshirib, obdon tekshirib, bilmaymiz, unga 2 mahal to'g'ri keladimi, bilmaymiz, 5 mahal to'g'ri keladimi. Yo'q shunaqa qoida, 3 mahal ovqatlanish kerak yoki masalan 1 mahal ovqatlanish kerak. Individualni borish kerak hammasiga. Mana masalan bizda baribir ham odam shunaqada oson narsaga yopishamiz, ukolga yopishamiz yoki tuxum yeyishga yopishamiz, shifokorga ishonmaymiz, 10 yil o'qigan mutaxassisga ishonmaymiz-da, blogerlarga ishonamiz. Chunki nimaga? Like ko'p. Nimaga? Chunki ular effekt qilishadi-da, tanasini ozg'in qilib, oyog'ini uzun qilib, mana ozdim deb chiqishadi-da. O'shanga nimagadir ishlanadi. Amamutda yurgan, ayting mana, internetda ishlash uchun bari ham mablag' tutish kerakmi? To'g'ri. Qancha aqlli vrachlar mablag' qilmaydi, lekin ular haqida hech kim bilmaydi-da. Bizni kelib bari ham o'sha internetdagi like ko'p odamga ishonib qo'yamiz-da. Aytmoqchi bo'lganim,
operatsiyaga, eng oson operatsiyaga yopishadi. 21-22-yili eng mana shu operatsiya bum bo'lgan payti-da mani hayolimda. Chunki u payt men ham qiziqib, "Vo, mana kelajak kelibdi, endi operatsiya o'zim ham qiziqqanman" deb. Keyin o'sha o'qishni boshlaganman. Borib Peterda o'qiganman, Rossiyada o'qib kelganman. U bemorlarni qanaqa qilib hayotga qaytarishga, chunki xuddi chaqaloqdek bo'ladi-da ular. Yengitdan ovqat yeyishi, suv ichishi boshlanishadi. Ana o'sha keyin bildimki, bu vaqtincha ekan. 21-22-yili qilgan operatsiya qilgan bemorlarni mana hozir kelyapti, kanyapman semir. Lekin shunaqa bemorlar bor orasida. Bitta bemorim bor. Yaqinim ular operatsiyadan keyin qayta kelganda даже 3 ta farzandli bo'ldilar. Ya'ni to'g'ri yo'nalishda ketganlar-da. Hayot tarzini o'zgartirib, to'g'ri ovqatlanib To есть bizga aytishadi, "Voy, biz bilmaymiz oxiri nima bilan tugaydi." Yo, u sizga bog'liq. Bu sizga operatsiya ham bu imkoniyat. Mana xatoyingizni bildingiz, yiqilib tushdingiz, turdingiz, hamma yog'ingizni qoqdingiz, уже bilasiz, men bu yerdan yurmayman, chunki bu yerda yama bor, yiqilib tushishim mumkin. Bu yerda ham shu. Ko'pchilik nima qiladi? Bo'lma, operatsiya qildim, men xohlaganimcha yeyman. Bo'lmaydi shunaqa. Bo'lmaydi. Majburan dietaga o'tiradi. Operatsiyadan keyin majburan dietaga o'tiradi. Lekin hozir o'sha to'g'ri aytdingiz, operatsiyadan ko'ra bu yil 2024-yil menimcha ukollar ommalashib ketdi. Gap. Ukollar hozir mana bizda Victoza bor edi. Har kuni qilinadigan и o'sha firmada Ozempic degan bor dori. Bu sir emas. U hozir mana ofitsial registratsiyadan kirib keldi. No bu degani bo'ldi endi ozish muammo emas. Uni ham o'zini ko'rsatmalari bor. Aslida bu dorilar qandli diabetni davolash uchun deb registratsiyadan o'tgan. Qandli diabet sog'lom odamga har doim ham kerak emas bu narsa. Mayli, olmoqchisiz, boring mutaxassisga, endokrinologga boring. Tekshiring, tosh yo'qmi, o'smalar yo'qmi, tugunlar yo'qmi, oshqozon ichakida muammolar yo'qmi, oshqozon osti bezida muammo yo'qmi? Tekshiring. Yo'q, bo'ldi, siz tayyorsiz. Ukol olib turasiz, ozgina ishtahangizni pasaytiramiz. Ovqatni o'rganib olasiz yeyishni. Keyin sekin chiqasiz ukoldan. Keyin ovqatingizni davom etasiz. Siz bu yerda ishdimi, yemasdan ukol urib nimaga erishasiz? Faqat kasallikka. Lekin mana shu ukollamchi Kamila opa bitta yaqinda klientim aytib beryaptilar, yaxshisini originalini oldim bo'lmasa manzurani ta'sir qilmayapti dedilar-da. Yaxshilab o'ylab, gaplashib, chiqsam o'sha klientim bilan ko'rishdikda, aytib beryaptilar, emotsionalniy ochliklari bor ekanda. Uje men aytaman, emotsionalniy ochligi bo'lgan insonga ta'sir qilmas ekan. Chunki uchi siqilayotganda ham, stressda ham, qorni to'q bo'lsa ham baribir yeydi. Baribir yeydi. Bunaqa odamlar bitta endokrinolog, dietolog bilan emas, psixoterapevt bilan ishlash kerak. Ozempikda shunaqa bor. Ozempikda shundoq ishtahangizni bo'g'adiki, Ozempik oshqozon ichak darajasida ishlaydi. Ichak darajasida. Ishi bo'g'ib tashirganda Ozempik. Ozempik ovqat ham yedirmaydi, qayd qildiradi. Munjari yumshoqroq ta'sir qiladi. Munjaroni asorati ham kamroq. Masalan, Ozempikda hattoki ich qotib ketadi yoki ich suradi, bemorlar juda ham ko'p жалоба qiladi. Munjarida ham ichakka ta'sir qiladi, ham miya faoliyatiga. Masalan, kimda RPP bo'lsa, ya'ni o'sha asabdan yeydigan odamlarga yordam beradi. Lekin Ozempikda natijasi kuchli bo'lsa, ya'ni ishtahangiz kuchli bo'lsa, munjarida yo'q-da. Chunki munjara olgan odamlar aytadiki, "Men ishtaham bo'lmadi-yu" deydi. Yo'q, u sizni ozgina bosib turadi. Ovqat ko'rsangiz yeyingiz kelaveradi. Shunaqa ekanda. O'rganib olishingiz kerak-da. Shuning uchun ko'pchilik aytadi, "Yo'q, cho'ta men munjarida effekt olmadim" deydi. Lekin men shokdaman. 2024-yil biza berdik ukollar birinchi o'ringa chiqdi va ikkinchi o'rinda уже dietolog, nutritsiologlar ham qolib ketdi, blogerlar kurs qilishyapti-da. Afsus. Kimdir qachondir ham ishonaman, ularni tekshiradi. Xuddi psixologlarni ham tekshirgandek, bularni ham tekshiradi, ishonaman. Afsuski, ungacha ko'p yana asorat bo'ladi. Juda ham ko'p asoratlar. U yoqqa urishadi, o'zligisini arzon kurs qidirishadi-da. Bu yoqqa urib ko'rishadi, baribir kelishadi. Men qo'rqmayman aytishga, mana bugun boya aytdim, kelayotganda Instagramda ko'rdim. Rekomendatsiyada bitta kosmetolog chiqyapti, o'sha munjarani reklama qilyapti. Afsuski, asorat bilan kelyapti-da. Asorat bilan kelgandan keyin, masalan, 3 oy ishlaydigan joyi 6 oy bo'lib qolyapti. 6 oy ishlaydigan joyi 1 yil bo'lib qolyapti. Bu hammasi nimaga? Asabga taqaladi, mablag'ga taqaladi. O'zi ham kasal bo'lgan odam bir hafta gripp bo'lsa, qanaqa biz charchab ketamiz-da, tezroq tuzalib qolaylik. Endi o'zingiz o'ylang, ukoldan keyin bu siz 3 oyda tuzaladigan kasalingiz 6 oygacha cho'ziladi yoki masalan 1 yilgacha cho'ziladi. Yaqinda bitta bemorim keldilar.
2 yil oldin ishlaganmiz. Zo'r ozganlar. Juda ham chiroyli. Turmushga chiqdilar, tug'dilar, orada semirdilar. Konsultatsiyasiga kelolmadim. U pulga men Azimpik olaman dedilar-da. $200gami, $300gami Azimpik olgan. Umuman analiz topshirmagan menga 25 yashar qiz. Shu bilan 2 oymi, 3 oy oldilar Azimpik. 2-3 oyda уже 2 sentimetr, ya'ni 20 millimetr deb beradi o'zida. Ya'ni 2 sentimetrlik tosh turibdi. Bo'ldi, shu yosh qizda. Ya tosh erimaydigan tosh. Ozganmi endi shunga yarasha? Ozganda keyin yana semirib ketgan. O'shancha yonimga keldilar-da. Qarang, baribir asorat. Baribir insulinni yo'qolmaymiz baribir ham. O'sha asosiy bizni Munjar, Azimpik, Victoza, qanaqa yana Arsema juda ham ko'p. O'sha otlari endi hamma sharoitiga qarab rossiyskiylari bor. Quinsenta, Tirzetta, Saxen, вот o'shalar hammasi nimaga ta'sir qiladi? Insulinga ham ta'sir qiladi o'sha. Bu insulin siz ovqat yemaganda prosta stress bo'lganda ham chiqadi. Shunaqa. Chunki biz stress bo'ldik. Stress bo'lganda bizani tirik jonzot qanaqa reaksiya qilish kerak? Yo qochish kerak, yo urish kerak. Chunki kortizol shunaqa, kortizol himoya qiladi, ya'ni aytadiki reaksiya ber deydi. Biz nima qilamiz? Yo biz jim turamiz, yo sabr qilish kerak, gap qaytarma deb turaganda u qondagi qand ko'tariladi, bizni ishlatmagandan keyin insulin ham ko'tariladi. Ya'ni aytmoqchimanki, siz mana turibsiz, chidamayapsiz, ovqat yemayapsiz-da, o'zingiz yo'q, men yetdim. O'sha payt bilingki, sizda insulin ko'tarilyapti-da. Shuning uchun undan ko'ra yeng, vaqtida yeng, balanslangan yeng, to'g'ri yeng, o'zingizni tiygandan ko'ra. To'g'ri. Kamila opa, yana sizga shaxsiy savolim bor. Mana nutritsiologiyani o'zi qayerda o'qigansiz? Men nutritsiologiyani o'qimaganman, imенно dietologiyani o'qiganman, lekin men har doim aytaman, men nutritsiolog emasman, men nutritsiolog bo'la olmayman. Siqilib ketaman nutritsiologdan. Chunki u yoqda agar hozir men nutritsiolog bo'lsam, unda biz qozon kabob yeya olmaymiz. Chunki o'tda go'sht bilan kartoshkani qo'shish mumkin emas-da. Mol bilan to'g'ri, hammasi alohida. Mahsulotda siz anaqa tarkibiy qismiga bir-biriga to'g'ri keladimi, yo'qmi, shunaqa. Asli nutritsiolog shunaqa bo'ladi. Shuning uchun men dietologiyani o'rganganman. Endi bu muammo o'zimda bo'lgani uchun, O'zbekistonda yashaganimiz uchun men har doim o'ylardim, qanaqa qilib men butun umr qaynatilgan guruch yeyman yoki masalan kaloriya sanayman-da. Yo'q deganman-da, o'zimga yo'l topganman. Endi bu tavsiyalarim qanaqa? Siz bilan bir xilda, mana siz ham uglevodlarni, ya'ni qandlarni kamaytirasiz. Odamni organizmiga qarab siz asosan to'g'ri tarelka foydasi menda. Yoki 5 mahal deysiz. Ya'ni individual kelib chiqqan holda ular bilan ishlaysizda, shunaqa narsa. Ya'ni mana bunaqa qilinglar degan yo'q. U blogerlar yo boshqa nutritsiologlar buni bilmaydi. Chunki ular organizmni o'rganmaydi. Siz ham organizmni o'zi bilasiz. Men har doim siz aytamanki, men ularni hurmat qilgan tomonim, ular meditsinaga bordilar. Aytmadilar kech, voy men уже farzandlarim bor, vaqtim yo'q. Bordingiz, o'sha yerga o'qidingiz. Chunki baribir bo'lsa ham hozir mana o'tiribsiz bu yerda, to'g'ri? Bir-biriga bog'liqda. Aytmoqchi bo'lganim, dietologiya boshqa, nutritsiologiya boshqa, lekin O'zbekistonda hali nutritsiologiyani yaxshi o'rgatadigan universitet yo'q. Bu birinchidan. Lekin nutritsiologlarni shogird qilib chiqarayotganligi fikringiz qanaqa? No comments deydi-ku. Yo'q unaqa. Agar bu haqiqatan rivojlangan bo'lganda, hozir u nutritsiologlar aslida bizga osh yeyishga ruxsat bermagan bo'lishi kerak-da aslida. Shuning uchun yo'q, oddiy mana isboti bor meditsinada yursak, hayotda baribir hamma narsa biz xohlagan qoida bo'yicha bo'lmaydi. To'g'ri. Shuning uchun ozgina qoidadan chiqish mumkin. Ustki yuziga qaymoq qismini olish mumkin, lekin bizda hali shogird chiqaradigan darajadagi anaqalar yo'q, mutaxassislar yo'q. Dietologlarni ham shogird qilib chiqarishga qanaqa fikrdasiz? Menda ham bunaqa bo'lgan. O'sha semirib ozishimga shu Moskvada bitta kurs sotib olganman. Birinchi ovqatlanishni o'rganganman. U yerda hali nutritsiologiya emasdi. Prosta ovqatlanishga ilk qadam edi. 2020-yil sotib olib o'rganganman, o'qiganman, 7 oy o'qiganman-da, 7-oyda уже men diplom olishim kerak bo'lgan. Lekin menga aytyapti, o'sha o'zingni diplomingni tashlasang,
duplikatini tashlasang diplom jo'nataman degan. O'sha payt diplomimni topolmaganman. Diplom ololmayapman-da, lekin ishlagim kelyapti. Men ham kurs sotgim kelyapti 21-yil. O'shanda diplom ololmaganim uchun O'zbekistondagi bitta dietolog topganman. U payt kurs qilardi dietologiya. O'shani kursini sotib olganman. U 1 oylik kurs. Lekin sizga dietolog deb sertifikat beriladi. U insonni yaxshi ko'rganman, hurmat qilganman, mayli kursini sotib olib o'qiganman-da. Men aytamanki, menga hozir ham aytishadi, shuncha bilasiz, dietolog shogird chiqaring. Men hayotda shogird chiqarmayman deyman. Hayotimda men shogird chiqarmayman. Men keyinchalik shu qara professor darajasiga yetay ilohim. Lekin o'shanda ham chiqarmasam kerak, chunki meni orqamdan qaysidir shogird noto'g'ri ish qilib qo'ysa, menga la'nat deyishdan qanaqadir qo'rqaman. Menda shunaqa chuvство bor-da. Bittachi biz yo'nalish to'g'ri qilishimiz kerak. Men har doim aytamanki, men ishlagan bemor o'ziga o'zi dietolog bo'ladi, aylanadi. Dokument kerak emas. Mana biz bizda bir xil. O'shaning uchun bizda tandemimiz ham oson chiqadi, gaplashishimiz, bir-birimizni tushunishimiz. Mana siz aytyapsizki, Rossiyada kurs o'qiganimda o'zingiz uchun qilgansiz. O'zim uchun qilganman. Ya'ni o'zingiz organizmingiz uchun. Agar biz shu informatsiyani olib, jamlab, misol, men endokrinologiya tomonidan, sizni dietologiya tomonidan umumiy informatsiya bersak, odam o'shani o'qib o'ziga foydali narsa olsa, mana bu boshqa narsa, bu boshqa narsa lekin. Dietolog bo'ladi. Lekin bu degani hammaga baravar emas. To'g'ri. Lekin o'sha dietologlar ko'payishyapti-yu, meni hech qanaqa hozir bu yerda o'ylashmasam, kimdir gapirib, u rizqi kamayib qolmaydi u odamni. Prosta men aytayotganim, men hayron bo'laman-da. Diplomi bor, qayerdadir o'qiyapti. 2 oy o'qiyaptim, 3 oy o'qiyaptim, lekin bilim juda ham sayozda. Men ahamiyat beraman-da, sizni kuzataman. Bir xil sizni gapingiz yodlab chiqishadi-da. Yodlab chiqadi. O'xshatishlar bergan, qiyoslashlar bergan joylaringiz bor. O'sha joylarni ham yodlab webinar o'tkazishyapti. Bor. Men aytdim-ku, men bildim shuni. Chunki YouTube kanalim blokka tushib qolgandan keyin bildim shu narsaga biz taqadik. Chunki shunaqa hattoki nomini ham, o'sha darsimning nomini ham o'xshatib ular chiqarishgan. Ularga bu невыгодно bo'lgan. Aynan o'sha Instagramda faol ishlayotgan paytimda biz o'ylaganmiz, qanday qilaylik deb. Lekin men aytaman, sizni kursingizni o'qib chiqqan, men chunki hammani gapidan bilaman-da, yo'nalishini. O'qib chiqadi-da, chiqib webinar qiladi, kurs sotadi. Уже sizni ozish kursingizdagi narsani oladi. Chunki men sizni yo'nalishingizni ham bilaman-da. Sizni yo'nalishingizni bilinsa kerak. Siz mana Instagramga qo'yayotgan videoyingizda sizni уже men dietologman, bilaman qaysi yo'nalishda ishlaysiz. Sifatni tanlagan odam baribir ham bizning oldimizda bo'ladi, bizani tanlaydi, ular taqqoslaydi. Men bu mana qilyapman. Siz aytasiz-ku, bilyapman, meni ko'chiryapti. Ular ham biladi. Sog'lom konkurensiya qilish kerak lekin. Bizda ozgincha agressivniy bo'lyapti-da. Boshqa narsaga anaqa upor qilishyapti. Yaxshi ishlayotgan, zo'r ketayotgan mutaxassislarni ko'rsam, real havosim keladi-da. Misol, u xoh O'zbekistonda bo'lsin, xoh Moskvada bo'lsin, Moskvada ham nutritsiologlar ko'p, juda ham kuzatib o'tiraman ishlarini-da. Ular ham to'g'ri bir-birini takrorlab turadi. Hammada baribir ham bo'ladi, bor maqsad pul topish, lekin bu pul topish mumkin odamning sog'lig'ini evaziga yoki faqat ko'zingizni yumasiz, faqat pul. U Moskovskiy masalan eng anaqa hozir tanilgan kim? Kovalkov уже o'tib ketdilar, mana Zubareva bor, bizning domlalarimizdan Kalenchenko borda. Aytyapti o'sha klientimda IELTM 30 ida, badlarni ichganimdan keyin 80 dan oshib ketdi. Davolanish o'rniga ularda bo'lib ketadi. Mana men bir marta badlar haqida gapirganimda juda ham ko'p negativ bo'lib ketdi. Badlar bilan dori haqida gapirganimda. Kamila opa, mana shu badlar ichish haqida o'zim ham bitta ozgina fikrimni aytmoqchiman-da. Hozirgi kunda biz aytamiz-ku, kerak emas bad, oziq-ovqatdan olganim yaxshi baribir deb, lekin yerlarning unumdorligi tushib ketgan, turpoqlarni baribir oziq-ovqatlardan kerakli vitamin minerallarni ola olmayapmiz yoki bo'lmasam shu oddiy vitamin D-ni-da bir kunlik dozasini olish uchun 12 litr sut ichish kerak, statistikasi bo'yicha-da, yoki bo'lmasam 125 ta tuxum sarig'ini yeyish kerak. Bu oddiy. Endi buncha narsani biz ola olmaymiz baribir. Agar defitsit bo'lsa, vrach maslahati bilan yoki nutritsiolog maslahati bilan yaxshi sifatli badda ichsa bo'ladi. Tarkibi men aytaman, pustushka bo'lsa pulingizni bekorga ketkazasiz. Yaxshilab tekshiring, sertifikati bo'lsa, ofitsialni O'zbekistonda sotilayotgan bo'lsa olish kerak. Keyin men aytmoqchimki, mana hop olishdi, bir korobka olmasdan mana 1 oylik olish kerak-da, ichib ko'rish kerak. Qani
sezilyapti mana natijasi yoki yo'qmi? Sezilmasa, balkim o'sha mutaxassis bilan maslahatlashgan holda boshqa firmani ichib ko'rish kerak. Endi biz ham uni bilmaymiz-ku tarkibida nima solingan. Kimgadir bittasi to'g'ri keladi, ikkinchisi to'g'ri keladi. Mana vitamin D ni to'g'ri aytdingiz, bizda ikki xil formasi bor-da, quyoshdan oladigan va ovqatdan oladigan. Biz faqat dorida yoki faqat quyoshda yura olmaymiz. Lekin ko'pincha biz pana joyida yuramiz. Shuning uchun hozirgi paytda ovqatga qo'shimcha bu must have, ya'ni kerak bu narsa. Endi hozir anaqada aptekalarda hozir retsept bilan chiqadi, lekin vitamin minerallarga retseptsiz bemalol olsa bo'ladi. Uni bat sifatida bo'ladimi yo aptechniy preparat sifatida. Faqat mutaxassis bilan baribir ham maslahatlashish kerak-da. 2 kun oldin bo'lgan voqea, bitta klientim 12 ta bat tashladilar-da menga. Men ulardan ajratib berdim. Hozir qaysi kerak, qaysi kerak emas. Mashmashni ichasiz. Уже общий 4 ta bat qoldi. Aytibdilar, "Men shuncha pulimni ketkazib olganman, bularni ham yozib bering vaqt soatini. Men sizga yozdimmi?" dedim. Уже jahlim chiqib ketdi, to'g'risi. "Men sizga yozmadim, men sizga 12 ta bat yozmadim. Ichmaysiz bularni" desam, "Siz nimaga vazifangizni qilmayapsiz? Buni yozib berishingiz, men sizga yozib bera olmayman. Ertaga jigar fermentlari ko'tarilib ketsa, siz Tursunboyeva bilan ishlagan edim deysiz." Uzr dedim. Uzr, men hozir sizni analizingizni ko'rdim. Faqat mana shu kerak. Faqat shu defitsitingizni ko'rib, mana shuni ichasiz desam, rosa men bilan tortishib, keyin 2 kundan keyin yozyaptilar-da, "Men bekor pul to'lanman sizga, e'timodingiz menga" deydilar-da. Buni sizga kim yozgan desam, palonchi pismadonchidan. Bo'ldi, o'shandan talab qilish kerak-da. Ay, so'rang desam, "Уже men uni konsultatsiyasini oldim, menga qaramayapti" deydilar. Xullas, gapdan gap chiqib shuki, iltimos qilib qolaman, kerakligini ichinglar, saralab ichinglar. Men bitta organizmda bir kunda mana shuncha bat ichish umuman o'zimga ep ko'rmayman, boshqalarga ham ep ko'rmayman. To'g'risi, buncha narsani ichishi organizmni o'zi ham sal ishlashiga, harakat qilishiga qo'yib beringlar-da. Bu bittasi metabolizmga deydi, bittasi sochim to'kilishiga deydi. Bir dunyoda, Kamilada. Biznes bo'lmasin, kerakligini olib ichsa bo'ladi. Men shu fikrdaman. Shunaqa. Bugungi to'g'risini aytsam, o'zi podkastimiz cho'zilardi. Juda ham qiziqarli suhbat bo'ldi. Rahmat kattakon. O'zingiz vaqtingizni ayamasdan kelganingizga, chunki men yana aytaman, o'zi Kamila opaga hech qanaqa PR, reklamalar hojati yo'q-da. Hech narsani keragi yo'q, lekin odamlar uchun men o'ylayman, bunaqa mutaxassislik уже topilma bo'lib qolyapti-da, sizdagi insonlar. To'g'risi. Chunki ayrimlarida даже Instagram yo'q, Telegram yo'q. Qidirib topib borasiz. Sizda bo'lsa ham siz kam namozsizda hozir. Sizni topib olib chiqib savollarni berib olish kerak. Menda auditoriya sizni yaxshi ko'rishadi. Juda ham hurmat qilishadi. Men yana bir narsani aytaman, iltimos qilib qolaman. Boshqa o'zimizni hamkasblarimizdan ham hammaga o'zinglarni ustinglarda izlanishdan to'xtamanglar va eng muhimi, menimcha, men eng zo'riman degan tushuncha insonni o'lgan kuni bo'ladi. Hech qachon men eng zo'riman deb turib boshqa mutaxassislarni chetlashtirib qo'yish noto'g'ri-da. Bu dunyoda nomer 1 bo'lish mumkin emas. Chunki o'sha kuni u ilmni olishdan to'xtab qoladi. Odam menimcha o'limiga qadar ilm oladi, o'rganadi. Har doim ustozlar o'zidan katta tajribasi bor insonlardan ko'proq narsani olish kerak deb o'ylayman. Birligimiz, sahalchiligimiz yo'qolmasin, davomiy bo'lsin. Xudo xolasa, mana shu safimiz kengaysin. Ilohim. Biz bilan birga bitta fikrlaydigan, bitta yo'nalishda fikrlaydigan odamlar ko'paysin. Biz o'shanda odamlarga foydamiz tegadi. To'g'ri. Xudo xolasa, kelajakda ko'pchilikdan talab tushsa, siz bilan zo'r proyektlar qilish niyatim. Qilaylik-da. Hozir ham miyamga kelyapti. Bilasiz, sizda ham vaqt kam, menda ham vaqt kam. O'zi shu anaqaga ham, podkastga ham o'tdan-butdan vaqt qilib keldik. Xudo xolasa sizlar talab qilsanglar, kommentga yozsanglar, biz qilamiz. Nima qilishimizni yozib qoldiringlar lekin. Xudo xolasa, rahmat hammanglarga e'tibor uchun, ajratgan vaqtingiz uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.